Ushbu texnika uchun har bir texnik xizmat ko'rsatish 250 motosoatda bir marta o'tkaziladi. Birinchi texnik xizmat ko'rsatish esa 100 motosoatdan so'ng o'tkaziladi. Har bir texnik xizmat ko'rsatishda motor moyi, filtri va ikkita yoqilg'i filtri almashtiriladi. Havo filtri ifloslanganiga qarab tozalanadi. Bu datchikda ko'rsatib turiladi. Filtrni ichidan puflash kerak. Bir bardan ortiq bo'lmagan bosim bilan 5 martagacha ruxsat beriladi. Ifloslanish darajasiga qarab almashtiriladi. Obrotka moy filtri 1000 motosoatda bir marta almashtiriladi. Endi moylarni almashtirishga o'tamiz. Dvigatelga har bir texnik xizmat ko'rsatishda taxminan 14 litr moy quyiladi. 15 ga 40 yoki 10 ga 30 moy turi. Uzatmalar qutisiga 85 ga 90, 80 ga 90 bo'lgan 9 litrli moy qo'yiladi. 100 motosoatdan keyin va har 1000 motosoatda almashtiriladi. Reduktor moyi 85 ga 90 yoki 80 ga 90 5,5 litr moy ketadi. Birinchi texnik xizmat ko'rsatish 100 motosoatda va har 1000 motosoatda almashtiriladi. Orqa ko'prik moylari birinchi texnik xizmat ko'rsatishda 100 motosoatda va har 1000 motosoatda almashtiriladi. 18 litr moy ketadi. 85 ga 90 moy turi tanlanadi. Old ko'prikka ham xuddi shunday 85 ga 90 4-6 litr har biri 2-3 litrlidan moy ketadi. Birinchi texnik xizmat ko'rsatishda va har 500 motosoatda almashtiriladi. Gidravlik moy har 2000 motosoatda almashtiriladi. 110 litr moy quyiladi. Moy turi esa HM46 quyiladi. Antifriz ham har 2000 motosoatda almashtiriladi. Havo haroratiga qarab antifrizga dalivka qilish kerak. Shuningdek, har kuni barcha birikmalar nuqtalari saldor bilan moylash lozim.